Mana Surxondaryo viloyati Bandixon tumani Obukor mahallasida 60-kilometr 2-lot yo'nalishida mana qishloqni ichidan o'tgan katta trassa remont qilayotgan. Mana 2 yildan beri ahvol shu. Bu chang, to'zon, maktabga borayotgan yosh bolalar, qishloq ahli, nima bu O'zbekiston fuqarolari emasmi bular? Bular mana qishloqning o'rtasi. Qishloqning o'rtasidan o'tgan yo'l. Va bunga bir suv sebiladi. O'tgan mashin chang yo'ldan 100 bilan o'tadi. Bunga bir ishorat ko'radigan, suv sepib, nazorat qilib turadigan mutasaddi xodimlar yo'qmi? Iltimos bunga bir chora ko'rishlaringizni so'raymiz. Xalq changdan, gazdan zaharlanib ketdi-ku. Mana svetini yoqib yuribdi changligi uchun. Insofi bori sekinroq o'tadi. Insofi yo'g'i 80-100 da o'tadi. Mana qishloq. Mana chang to'zon. Mana atrof chang to'zon. Kechasi bilan 24 soat bu yerda mashina uzilmaydi. 24 soat Dushanba o'tsa ham mana shu yo'ldan o'tadi, Toshkent o'tsa ham mana shu yo'ldan o'tadi. Iltimos o'rtoqlar, bunga bir qaraydigan O'zbekistonimizni bir nazorat qiladigan xodimlari, bir yo'l vazirliklari bo'lishi kerak. Nahotki bir katta bir davlatda bitta yo'lni nazorat qiladigan vazirlik bo'lmasa. Bu aholi zaharlanib ketdi. Yosh bolalar mana shu 3 kilometr mana shu yo'ldan yurib borib maktabga boradi. Sizlardan ijobiy javob, qoniqarli bir javob kutib qolaman. Iltimos, bitta mahalla fuqarolari nomidan gapiryapman. Sizlarga oldindan rahmat.